Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi darvozam Xudo xolasa Marg'ilon shahriga kelib o'rnatib berdik. O'sha high-tech uslubidagi pechatni 2 qavatli divoyli darvozamiz. Materiallar bilan tanishtiradigan bo'lsak, ikki yonboshdagi 10lik shviller bo'ldi. Tepa tomonlar 15 profilda klik stenkasidan bo'ldi. Listlar o'sha 1 variant, 2 qavatli variant, profillar 6.1.5 stenka. Ajoyib qo'llar qo'yilgan o'sha baquvvat to'shlangan. Glansiy holatda nirjavika opishda berganmiz. Nirjavikani o'zgartirish imkoniyati bor. Tilla rang, gold rang, kumush ranglari bor. Kimga qanaqa rang bo'lsa, qilaveramiz. Buni razlashasi yo'q. Darvozamiz ham o'sha mokreydi, mativ variant bo'lgan. Buni misol uchun yangi boshqacharoq qilaylar desalar, uni ham o'zgartirish imkoniyati bor. Xo'p, qanday qo'yib beriladigan zo'rgazami? O'ta cho'tki yopilishli, o'ta miyaqki. Ikki qavatli orqa tomoni qanday bo'ladi deganlar uchun orqa tomondan ko'rsatib qo'yildi. Xo'p, ikki qavatli darvozamiz orqa ko'rinishi shunaqa gilat holatda bo'ladi. Tepasi gulafoya qilib berilgan, havo aylanib turish uchun. Tashqari tomonda to'g'ni bekiga ekan, shuni hisobingizlar, yorib tushib tursin, havo aylanib tursin deyishdi. Darvoza o'ta og'ir, misol buruvchi bo'lgani bilan, lekin ikki qavatli divoyli bo'ldi, shumkali bo'ladi. Katta diametrli shanr, o'rtasiga pachinni qo'yib berilgan. Orqa tomonidan oldiga o'xshattirib, bir xilda admitomik sachilgan. Sentr zamur. Darvoza ko'p o'rnatib beramiz buni. Darvoza o'zimizga ham yoqdi. O'ta chiroyli holatda. Darvoza shayton o'rnaga aytgan joyimizga kelib to'xtaydi. Yo ochilib ketdi, yo yopilib ketdi bo'lmaydi, ko'rishlaringiz. Kimga mana shunday darvoza kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz, xudo xolasa. Vodiy va Toshkent bo'ylab bizning bor o'lchab kelamiz. O'xir tomonlarga razmer berilsa, to'g'ri dastlabki uskunalar bilan joy qilib beramiz, ishlarni bitirib beramiz. Darvoza yo'lda kazolik, barib, temir ishlar, barcha ishlarni bitirib beramiz. Aloqachi ko'rasizlar. Hop, bu darvozamiz 1 qavatli, 2 qavatli. Oldi orqa bir xil ko'rinishda chiqaradi. Endi klientni dogovoriga qarab turib chiqazib beramiz. Xo'p, mana shu holat bo'ladigan bo'lsa, 2 qavatli bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu materiallar bo'ladigan bo'lsa, kvadrat metr 1 million so'mdan chiqadi. Shu hisobni olib telefon qilaverasiz. Agar 1 qavatli deydigan bo'lsalar, kvadrat metr 650 ming so'mdan. Ilk yonbosh profil bo'ladi, 8 ga 6, 8 1 stenkasi 8 millar bo'ladi. Profillar ham shu 6 ga 1 stenka bo'ladi, 1 qavatli. 2 qavatli atroflar shviller, 6 ga 1 stenka, shumkali variantda bo'laveradi. Nirjavikasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, 1 qavatli profillar bo'ladigan bo'lsa, unda 600 ming so'mdan chiqarar ekan. Nirjavikasi bor hisobiga 50 ming so'm biroz qimmatroq yuradi. Kimga mana shunday darvoza kerak bo'lsa, ekrandan nomer qoldiramiz. Aloqachi bo'lsa, WhatsApp, Telegram, barcha ijtimoiy tarmoqlar nomerimiz mavjud. Aloqachi salang, xudo xolasa videolar tashlab beramiz. Kamerasi kelishi asosida temir ishdagi barcha ishlarni bitirib beramiz, xudo xolasa. Kanalga yangi bo'lgan obuna bo'lib qo'yasizlar, malol kelmasa like bosib qo'yasizlar.